bu yoqqa surasiz misol uchun. Menga o'ng qo'lda misol uchun. Bu tomonga deydi, keyin bu qaytadi yoki bu chapga deydi, keyin aylaninglar deydi, chapga aylaninglar, o'ngga aylaninglar. O'tiramiz turamiz deydi. Barmoqlar tekshirda bilmaydi, bo'lmasa tushib ketadi. Tegib turibdi. Endi bajaramiz. Sal nariroq bo'lib o'ngga aylaninglar. Ana endi to'xtab turib pastga egilib o'tirg'izamiz. Pastga. Endi turamiz. Ana endi kengaytirib toraytiradi. Ana bu ruchkani masofasini, qo'llar masofasi. Yana endi aylanamiz. Kengroq ushlagan holatda aylanamiz. Endi markazga yaqinroq kel. To'xtab markazga yaqinroq keladi. Ana. Bo'ldi. Birinchi guruhimizda ruchkalar tushib ketmay, mashqda oxirigacha bajarishdi. Sherikni tushunishda maqsad shu bo'ladi. Sherik bilan birga muvozanatda ishlab, uni harakatini tushunish, u odamni qanaqa ma'noda Hamkorlikda ishlashda vestibularga ham aloqasi bor. O'zimizga oladigan bo'lsak, masalan, o'zimiz fanga sherigini bo'lsak shu muvozanatga ham aloqador, boyaga aytgan sherigini tushunish, sherigiga diqqatga ham aloqador. Xullas, ko'p ma'nolari. ahamiyatli tomoni ko'p. Rahmat ishtirok etgan o'qituvchilarimizga.